Hop, Gazabloydan uy qurmoqchi bo'lib turgan akalar, shu videoda oxirigacha ko'rsangiz, 250 ming so'm pul yutug'i bor. Bu yana qanaqa bo'ladi? Sifatini ko'ring videoda oxirigacha. Sifatini ko'rsatib beramiz. Agar Gazabloyimiz yoqsa, bizni YouTube kanalidan ko'rib zakaz qildim desangiz, 250 ming so'm pul yokida 10 qop kelik sizga bonus qilib beramiz. Nimagaki, YouTube kanalimizni rivojlantirmoqchimiz. Mana Gazabloylarimiz tayyorlar, xuddi shu holatda turadi. Salapan upakovkada paddonga salang, paddonga ham qo'yib beraveramiz. Mana holatlarni ko'rishlar mumkin. Shu holatda turibdi mana. Klientimiz zakaz qilgan, ikkinchi etajga olib olaman degan. Shuning uchun mana shunaqa paddonga upakovka holatda qilib berganmiz. Mana o'zi holati ko'rinib turibdi. Undan tashqari bunaqa holatda, ruchnoy holatda ham tayyor qilib qo'yamiz. Mashinaga yuklashga oson bu. Mashinaga ko'proq sig'adi. Birinchi etajlar uchun shu qulay. Mana klientimizga yuklab berganmiz. Endi sifati qanaqa bo'ladi, qanday tekshiramiz desangiz, Gazabloy samarez ushlamaydi. Eng bitta minuslaridan bu ham agar sifati prostoyroq bo'lsa. Endi samarezni ham qanaqa qilib ushlash kerak desangiz, mana klientimizga ko'rsatib berganmiz. Hozir qatirib ko'rsatdik. Mana mashina ushlab tortaman, hozir qarab turing. Bunaqa chiqib ketmaydi mana. Mana ko'ryapsizmi, g'ish jilyapti. Juda ham og'ir g'ish, 25 kg g'ish. Bitta samarez orqali bemalol mana ko'tarsa bo'lyapti. Ko'ryapsiz? Tortsangiz chiqmaydi baqa. Juda ham zo'r ushlagan. Xohlasangiz boshqa joydan ham qatirib ko'rsatib beraman. Ichida nima bor, nima yo'q deyishlaring mumkin. Yangi joydan ham ko'rsatib beraveramiz. Mana holati. Endi yana bitta mana boshqa joyga qatiramiz. Ko'ryapsizlar, mana o'zi katta samarez ham emas o'zi aslida. Mana shuni ham bunday qilib turib mana ko'tarsa ko'tariladi. Tortsa yulinib chiqib ketmaydi mana. Mana ko'ryapsizlar, mana ko'targandan keyin batda mana o'nni ham mana yorilib yoki o'pirilib, uqalanib ketmaydi. Ko'ryapsizlar, o'zini holatida bir xilda turibdi. Qo'lga juda og'irlik qilyapti. Mana oddiy tortganim bilan jildirib olsa bo'lyapti mana. Ancha-muncha odamniki bunaqa chiqmaydi. Bu nima beradi sizga? Bemalol televizor, hali bunaqa Ariston, oshxona mebellari, pardalarni bemalol qatirishingiz mumkin. Nima qoqsa bo'ladimi degan savolga ko'pchilik o'ylanib qoladi. Bo'laveradi deydi ko'pchilik. Bo'laveradidan ko'ra mana sizlarga biz ko'rsatib beryapmiz. Mana o'zini ko'zlaring bilan ko'rdilar mana. Qo'llaring bilan ushlab tortganda ham bo'layotgandirsizlar balkim, mana ko'ryapsizlar. Sifati o'ta darajada yuqori. Mana shuni ham hozir klientimizga yuklab berganmiz. Sifatlari juda ham zo'r. Bitta mashinaga 120 tadan sig'adi. Mana holati o'shunda liq to'ladi Kia Bongolar. Og'irligi ham 3 tonna atrofida bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilon shaharda. O'zimizni atroflarga olib ketishyapti mana shu holatda. Xohlasangiz shunday holatda, xohlasangiz kattaroq mashinada, agar xohlasangiz paddonga qo'yib beramiz. Paddon alohida pul bo'ladi unda. Baland binolarga olmoqchi bo'lsangiz, paddonga yuklab beramiz. Har bitta paddonni alohidadan sotib olishingiz kerak bo'ladi uning uchun. Ikki xil holatda bor mana. Xohlasangiz paddon holatda, xohlasangiz mana shu holatda. Bu holatda olsangiz yutasiz ko'proq, mashinaga ko'proq hajmda sig'adi va tiniq boradi. Sifatlari bexijolat akalar, o'ylanmanglar. Endi buni eng afzalli tomoni, mayli mustahkamligini ko'rsatib berdik. Eng afzal tomoni yozgi kunida uyingiz ichi isib ketmaydi, tashqaridagi issiqdan saqlaydi. Qishki kunida tashqaridan kiradigan sovuqni saqlaydi bu Gazabloylar. Ashita juda qulay, sho'r chiqarmaydi o'zidan. Mana g'ishimiz suvga qishda tushgan. Qanchalik darajada ko'rinyapti. Qishdan beri suvda turadi. Birar joyi hali mana ko'ryapsizlar, mana narsalar o'sib ketgan, hatto suvda turaverganida erinadi, yumshab, agar suvga chidamaydigan bo'lganda, sifati prostoy bo'lganda, hatto erib ketgan bo'lardi qish. Mana shu suv to'laydi, mana yozgi issig'idan parlanib pastga tushib ketib, cho'kmaydi ham hattoki suvda bu. Mana holati. Anker qatirsa bo'ladi, mana anker qatirib qo'ygan edik. Temirini olib ketib qolishibdi. Mana shu holatda mana ishxonamizdan ko'rsatadigan bo'lsak, mana avtomatический liniyalarda quyiladi. Bu robot deyiladi. Mana sement bunga to'kiladi. Qolgan hamma narsasini o'zi kilolab olib, tortib, quyib chiqarib beradi. Mana ishxonamizda ishlar
qizg'in. Akalar, narxini kelishtirib qilib beramiz. Vodiy bo'ylab ham yetkazib beramiz kelishilgan narxlarda. Endi bizni chet eldan, Rossiyadan, boshqa davlatlardan ko'rayotgan akalar bo'lsa, kartalarimiz bor, to'lovini qilsalaring, uylaringga yetkazib beramiz. Undan tashqari ustida ham topib beraveramiz. Undan tashqari olib kelib urdirib bering siz, oborib urdirib ham beraveramiz. Usta xizmati, kafelkilasi, yo'l kirasi hamma yo'q ichida. Ustani obetlarigacha tashkillab, uyingizni ham qurib beraveramiz agar o'zingizni vaqtingiz yo'q bo'lsa. Qanchadan beri qurilish sohasida biz, proyektingiz tayyor bo'lsa, agar xohlasangiz betonlarigacha quydirib bering, noldan yoptirib bering desalar, noldan ham uylarning fundamentidan boshlab tomi yopilgungacha ham o'zimiz tashkillab beraveramiz. 1 kvadrat metrini shu 130 ming so'm, 130 dollar atrofida hamma xarajat ichida qurib beriladi. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Yo'q, endi ishonmayman desangiz, bemalol o'zingiz olib ketib, mana yazabloylarimizdan uy qursangiz bo'ladi. Holatlari shunday ko'rinib turibdi, nihoyatda qattiq bu ishlar. Endi men sizlarga yana ham ishonchliroq qilib ko'rsatib bering. Mana shu gazabloyimizni tashlaymiz hozir mana shu yerdan. O'shanda ko'rsalaring bo'ladi sifatini. Holati hozir xotinimiz yeb qoldilar. So'ralarga tuzing charchang. Ashig'ishni orqasi yo'q, tashlab yuboring baqa aka. Video yo'layapti o'zim YouTube'ga, mana holatini ko'rasizlar. Shunday tashlab yuboring yerga, itarib yuboring, ha. Mana holatini ko'ryapsizlar. 1 gram chizilgan, netgan holati yo'q mana. Yana bitta tashlab yuboring, o'zingizga yoqqan joydan mana. Sluchayni bittani odam kelib qoldi mana. 1 gram holati mana taniq. Mana metgacha tosh yopishgan. Qolgan holati o'zining holatida mana. Sifati zo'r, xudo xolasa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar akalar. Faqat telefon qilib oldindan buyurtma bersalaring yana ham yaxshi bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.